Assalomu alaykum. Ko'pincha ko'chada, ayniqsa maktab, bog'chani oldidan o'tib qolsangiz, hozirgi yoshlarni, hatto bog'chada yoshidagi bolalarni ham, ba'zan katta odamlarni ham ko'rasiz. Og'zi kavshab yurganini ko'rasiz. Har xil narsalarni yoki ichib yurganini ko'rasiz. Birinchidan, bu biz musulmon xalq bo'lganimiz uchun mutlaqo sunnatga zid bo'lgan odobsizlikka kiradi. Ikkinchidan, yeb yurgan narsalarida birortasini ko'rmaysizki, olma yeb yurganini, ya uzum bir foydali sabzavot yeb yurganini ko'rmaysiz. Faqat xrustyashki, fast foodlar va boshqa o'zingiz tushundingiz u yog'ini xullas. Mana shu yoshlar o'rtasida tarqalgan bu kasallik deymizmi, epidemiya deymizmi, nima bu? Bu narsa birinchi bo'lib ota-onalarning aybi, farzandlari bilan ishlamayotganligi. Ikkinchidan, o'qituvchilarning aybi. Bu bolalar nima qilsin? Bu bolalar bir oppoq qog'ozdek, guldek gap. Ularni qanday o'stirsangiz, nimani yozsangiz shu narsa yoziladi. Odob axloqdan, ovqatlanish madaniyatidan, umuman tabobat immunitetini shakllantirish kerak yoshligidan. Zararli narsalarni hozir ajratib berish kerak. Doktor Berg aytadi, oziq-ovqat do'koniga kirib, yeyishga yaroqli narsa topa olmasdan qaytib chiqdim deydi. Amerikalik mashhur dietolog, hozir dunyo bo'yicha milliardlagan prosmotrlari bor. Doktor Berg eng kuchli dietolog, eng kuchli mana shu ovqatlanish, sog'lom hayot tarzi bo'yicha mashhur targ'ibotchi. Bu nima demoqchi bu gapi bilan? Hozir oziq-ovqat bo'yicha ishlab chiqarilayotgan narsalarni juda ko'pchiligida nazorat kuchli emas. Zararli oziq-ovqatlar juda ham ko'payib ketdi. Angliyada shunaqa qishloqlar tashkil qilingan, turli xil kimyoviy obrabotkalarsiz o'stirilgan sabzavot va mevalar. Narxi juda ham qimmat, o'ta qimmat. Faqatgina o'sha boylar uchun dostupniy bo'lgan meva va sabzavotlar. Hali u darajadagi yetib kelinmadi-ku, hali ham vaqt bor buni oldini olishga. Yana mavzudan chetlashib ketyapman. Bolalaringizni ehtiyot qiling, himoya qiling. Kasalliklarning aksariyati 90% desa ham bo'ladi, og'iz orqali kirib keladi. Ovqatlanish tartibi, uyquni tartibga solish eng asosiy salomatlikning poydevorlaridan biri mana shu. Salomat bo'linglar, bolalaringni nazorat qilinglar. Og'iz kavshab yurishni eng xunuk odatlardan qolaversa va zararli narsalardan ogohlantiringlar.